Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz arzon kvartirasida 3 xonali bo'ladi. Ikkinchi qavatda. Narx ham zo'r, ajoyib mesa poложенияsi ham zo'r. Hem Kralevskiy ajoyib etajda. Hurmatli vatandoshlar, Orienternaytadan bo'lsa Xiva yo'lda, Burullerda, ishine yangi domlarimiz yanında, ishi domimizda joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, bu yandan kelsangizlar bir 50 metr yurib kelasizlar. Bunda Xiva yo'layning mashina o'tib turibdi, 16 marshrutam o'tib turibdi. Bu yandan kelsangizlar bir 150-200 metr ichana kelasizlar. Öteki başı on taraftan girsengizler kuruluş oturgan yerden ona aylanıp gelesizler. Şurada ikinci domine görüp durgansın. Şu domumuzda 3. padezde, ahırgı padezinde ikinci etaj 10 tarafta joylashgan 3 xona kvartira. Narxı 280 milyon so'm. Ajoyib senada, chotki bahada. Hozir bilasizlar, bunning bahada 2 xona dom ham olasizlar. Sal bir kvartiramizga qarashib ketish kerak ekan. Bir remont qilib bersa ajoyib joy. Mesa poложенияsi ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Eldinda yana bola uyida o'yingohlari, parkochniy mesalari bor, magazinlar bor. Bog'cha maktabdan ku umuman muammosi yo'q. Transportlar o'tib turibdi. Zo'r mesa ekan, ham arzon narxda. Qiziqqanlar olsa bemalol telefon qilaverasizlar. Ekranda pastda mulk egasining nomerini qo'yib beramiz. O'zlari bilan gaplashib olishlaringiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, zo'r bahada. Azizlar, 280 milyon so'm. Yetib kelsa birgalikda kvartiramizni ko'rib, danishib o'tamiz. Kvartiramizga yetib keldik, hurmatli vatandoshlar. Ikkinchi qavatda yana yurtlarimiz podizlar ham akkuratniy remont bo'lgan, girish ishlari damir eshik. Bismillah giramiz. Girgandan keyin bu yerda hurmatli vatandoshlar, prixожий zonasi, ya'ni koridor joyi, bu yerni dalon hisobidan foydalanadigan mesa qilib qo'ydilar. O'zi bir spalniy bo'lgan, bu yerda перегородка bor. Перегородкani olib tashlaganlar. Remonttalab kvartira ekan, azizlar, analari alyumin ramlaridan, lekin narxi ham arzon. Hurmatli vatandoshlar, shu vajidan e'tibor qiling, bunning bahada bilasizlar, hozir 2 xona ham olib bilmaysizlar. Bir de bir xona, 2 xona, keyin 3-chi xonasi. Bu yon tarafda hojatxona oddiy, yumushxona oddiy, keyin oshxona, veranda qismi. Bir remont qilib bersangizlar, hurmatli vatandoshlar, ajoyib xonadon. Birimiz ham katta, enina bir 3 metr bor, uzinasini 4,5-5 metrlarcha chiqadi. Bu tarafimizda esa zal kısmı bo'ladi. 2 zal, bir spalniydan iborat o'zi. Yan tarafimizda esa 3,10 uzinasi 5,60 razmerlar bor, hurmatli vatandoshlar. Böyle kernizlari bor. Suv, svet, gazdan umuman muammosi yo'q. Mesa poложенияsi ham yaxshi, hurmatli vatandoshlar. Bu yerdan alyumin ramlaridan o'rnatganlar. Akfa alyumin ramlari. Yan atrafında bog'cha bor, maktab bor, transport o'tib turibdi, 16 marshruti. Bu tarafimiz yana bir zal qismi bo'ladi, 3,10, 5,60 razmerda. Aynalari yog'och aynalar ekan, o'rtana aynasi, aralar ham alyumin ramlarini, akfa alyumin ramlarini o'rnatganlar. Hurmatli vatandoshlar, qiziqqanlar bo'lsa, ekranda mulk egasining nomerini qo'yib beramiz. Prямо o'zlaridan chiqib gaplashib olaverasizlar. Shundan ham qaytalardan yeri bor ozroq. Birimiz hojatxonamiz, oyoq teglari kafel, devorlar kraskadan chiqqan. Birimiz esa yuvinish xonasi, hurmatli vatandoshlar. Oddiy birimiz oshxona. Oshxonani veranda o'tirganlar xohlasan, bu yerda qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bo'lsa, yana o'tirib hammasini bu yerda ovqatlanadigan mesa qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda devorni olib tashlab, yanda yana 2,6 razmerda tushgan veranda qismi baland pol qilganlar. Tening podvol biroz vajin sig'adi. Aynalar alyumin ramlardan, bu yerda farqlar qilgan ekan shu vaqtda gaz plitasi bor. Oyoq teglari pol berimiz verandamizni. Hurmatli vatandoshlar, orientini aytib o'tadigan bo'lsak, Xiva yo'lida, Burullerda 2-chi qavatda 3 xona kvartira. Narxi 280 milyon so'm. Gelishlardan yeri bor, shundan ham ozroq qaytaradi. Ekranda pastda mulk egasining nomerini qo'yib beramiz. O'zlari bilan chiqib gaplashib olaverasizlar. Dokumentdan umuman problemasi yo'q ekansizlar. Kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib olishlaringiz mumkin. Eğer kanallarımıza abone bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon, ajoyib sifatli xonadonlarni taqdim qilib boramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.